Assalomu alaykum. Oxirgi qo'ygan videomiz bo'yicha, ya'ni sklerotik terapiya muolajasi bo'yicha savollar kelib tushdi. Ya'ni ukol qilingandan keyin muolajadan keyinla yo'qolib ketadimi? Javob yo'q. Sababi biz tomirga dorini yuborayotganimizda ko'rayotgan bo'lsanglar, xuddi ko'pikka o'xshagan, peynaga o'xshagan modda yuborayotganimizda u tomirning ichidagi qonni, demak, haydab chiqarib yuboryapti. Shuni hisobiga bu ko'k rangda asosiy beradigan narsa bu qon. Qon yo'qolganini hisobiga sizni ko'zingizda bu narsa yo'qolganga o'xshaydi. Lekin ma'lum vaqt o'tgandan keyin bu yo'qolgan qonlar yana orqaga qaytib keladi. Biz asosiy maqsadimiz tomirning ichki devorini ukol yordamida, ya'ni shu modda yordamida kuydirish. Bu bilan bu tomirning ichida qon aylanishini to'xtatish. Shuning uchun bu joyda ma'lum vaqtgacha tomirda ko'rinib turishi yoki ko'karish yoki ba'zi bir odamlarda jigarrang tusga ham kirishi mumkin. Lekin bular hammasi sekin-sekin so'rilib ketadi. Asosiy maqsadimiz tomirni, demak, ichki devorni kuydirish bilan bog'liq. Bu oqargan narsalar bo'ldi, shunday qoladi degani emas. Yana bu joyda o'zida yana xuddi shu tomirlar ozgina ko'karib turishi ham mumkin. Bular ham albatta so'rilib ketadi.